Hech qachon telefoningizni yostiq ostiga qo'ymang. Smartfon to'g'ri ishlashi uchun unga konveksiya kerak, ya'ni telefon korpusining aylanma havo bilan aloqasi. Atrof muhit smartfon batareyasi tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikning bir qismini o'zlashtiradi. Telefonni yostiq ostiga qo'yganingizda siz bu jarayonga aralashasiz. Bu batareyaning haddan tashqari qizishi va ishishiga olib keladi. Batareyadagi harorat juda yuqori bo'lsa, u portlashi, so'ng yonib ketishi mumkin va ko'p miqdorda zaharli gaz chiqishiga sabab bo'ladi. Bu sog'liq uchun xatarli holat. Shuning uchun telefoningizni hech qachon yostiq ostiga qo'ymang. Bu videoni kimga jo'natishni bilasiz. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.